Assalomu alaykum do'stlar, mohbub o'quvchilar, o'quvchi akalar. Xudo xolasa men Azamatjon akani puliga yetib keldik. Bugungi musobaqa kunimiz. Kelaverasizlar, hozir bu nimalardan obzor qilib boramiz. Mana shinam joylar. Kim judur pishirga bir narsalar qilmoqchi bo'lsa, chetdan oshxonalarimiz bor. O'quvchi akalarimiz ham yetib keldi. Mana shu partiyasi, yangi partiyasi keldi. Mana akalar, sizlarga zo'r sharoitlar, setkalarimiz bor, mana bitta qashxonalarimiz bor. Kimda kim kelib yeb icharga bo'lsa, mana joylarimiz bor. Keyin bo'lib baliq, ushagan baliqlaringni ham hamma yo'llarini pishirib beraveradi. Qozon kabob deysizlarmi, baliq deysizlarmi, shashlik deysizlarmi, o'zlaring pravda qilsalaring, uni ham pishirib berishaveradi. Mana akalar, o'ch akalarimiz o'tirishibdi, joylar bor, hammaga sharoitlar zo'r. Baliqlar to'kildi.